Hammaga assalomu alaykum, navoiylik biznesmen boy akalarim. Nima deyapti? Jak X200 modellarini qatorasiga terib tashlaganmiz, qaranglar. Zavodskiy tumankalar bilan jihozlangan, Elijah optik farlar qo'yilgan. Balonlarga e'tibor bering, ancha mexki balonlar o'rnatilgan. Orqa balon esa qo'sh balon bo'ladi. Jak X200 modelimizning motor, ya'ni yurak qismiga keladigan bo'lsak, 2 lik atmosferli motor bo'ladi va ot kuchiga keladigan bo'lsak 147 tani tashkil etadi. Tortishlari juda zo'r. Mashinamiz benzin tanlamaydi, metan propanda yuriydi. Bemalol ustunovka qilib, garantiyadan chiqmagan holda yursa bo'ladi. Shart-sharoitini videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, videoni oxirida aytib o'taman. To'lov usullari ham 3 xil to'lov usuli bor: avtokredit, naqd to'lov hamda rassrochka. Rassrochkaning shartlarini videoning oxirida tushuntirib o'taman. Kuzatishda davom eting. Xo'p, Jak X200 modellarimizning o'zi 4 xil pozitsiyada bo'ladi. Xo'p, mana ko'rib turganingiz hozir bizda Bartovoy modelimiz, Prontovar modelimiz, Tentovka modelimiz, shassi modeli bo'ladi. Shassi modeliga keladigan bo'lsak, shassi modelimiz hozir birdan tushuntirib o'taman. Bu yerda yo'q, lekin shassi modelni birdan tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Shassi modelimizga keladigan bo'lsak, mana bu Bartovoy modeli bo'ladigan bo'lsa, shassi modelimiz shu borti bo'lmagan holda ramani o'zi bilan keladi. Sababi suyuqlik tashiyman degan, suv tashiyman degan akalarimiz uchun, ichimlik suvi menda qanday bo'lishidan qat'iy nazar suv tashiyman degan akalarimiz uchun orqasiga bo'chqa qo'ydirib olish sharoitlari qilingan bo'lib, orqasida shu uchun rama bilan keladi. Mana mashinalarni ko'rib turibsizlar, qatorasiga terib tashlaganmiz. Bu tomonda ham, bu tomonda ham tayyor turibdi, nalichida. Yarim soat ichida to'lovni amalga oshirishda yarim soat ichida minib ketasiz mashinani, kutari yo'q. Bular uchun original ehtiyot qismlari va servis xizmatlari ham bor. Xo'p, endi Bartovoy modelimizning bort hajmi uzunligiga keladigan bo'lsak, bort hajmi uzunligi 320 ga 175 bo'ladi. Bu modelimiz bemalol 2 tonnagacha yuk ko'tarib bera oladi. Kitobda yozilgan 2 tonnadan ziyod ham yuk oladi. 4 tonnagacha bossangiz bo'ladi. Labon o'ziga misol uchun 1,5 tonnagacha yuk ortayaptilar-ku. Bu modelimizda 4 tonnagacha bemalol yuk bossangiz bo'ladi, lekin kitobda yozilishicha 2 tonna deb aytilgan. Salon qismlarida bemalol 3 kishi o'tirib ketaversa bo'ladi. Undan tashqari bu modelimizda konditsioner hamda magnitofonlar qo'yilgan, rullar gidravlika bo'ladi. Tormoz tizimlariga keladigan bo'lsak, ABS tormoz sistemasi bor. Oynasi ham stiklopodiyomliklari jihozlangan elektropaket bo'ladi. Sentr zamog, ya'ni markaziy qulfi ham bor. Mana bu yerda esa mana Prontovarimiz orqasiga o'sha mana bo'tkasiga 9 kub yuk oladi. Yon boshida orqasida eshigi bo'ladi. Ichida keladigan bo'lsak, ichida yoritgichi bilan birga. Sababi tungi paytlarda misol uchun yuk ortish kerak bo'lib qoldi, yoritgichni ichkarini yoqib qo'yib bemalol foydalanaversangiz bo'ladi. Yoritib berish ancha yaxshi. Salon qismimizda 3 ta kishi o'tib ketaveradi deb aytdim. 2 kishi o'tib ketgan taqdirda ham o'rtarak o'rindiq orqasida bari bor. Shunagina yotqizib qo'yib, bardan foydalanib ketsangiz ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz ana shu o'rindiq orqasida bar bo'ladi. Shuni yotqizib qo'yib, orqadagi bardan foydalanib ketaverasiz. Bemalol mana bu modelimizda yotqizilgan. Birdan ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turibsizlar. Shuni yotqizib qo'yib, bardan foydalanib ketsalaringiz ham bo'ladi. Jak X200 modellarimiz nalichida tayyor, sotuvda tayyor turibdi. Qanaqangi ehtiyot qism kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana kuzov qismini yoki ichki detal mayda qismlari kerak bo'libdimi? Nima bo'lsa o'zimizga kelaverasiz. Tashkent Motors Navoiy filialiga avtosaloniga tashrifingiz buyurasiz. Arzon narxdagi ehtiyot qismlarimiz hamda original bo'lgan qismlarimizni xarid qilib, bemalol olib ketaversangiz bo'ladi. Agarda servis xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol tashrif buyurib, shu yerda o'zida servis xizmatlari mashinangizni ko'rsatib, bemalol ketaversangiz bo'ladi. Xo'p, endi to'lov usullariga keladigan bo'lsak, avtokreditga ham olib chiqadigan bo'lsangiz, avtokreditga ham istalgan modelni bemalol olib chiqsangiz bo'ladi. Faqat boshlang'ich to'lovi bo'ladi. Boshlang'ich to'lovini telefon raqamiga telefon qilsangiz, menejerlarimiz tushuntirib o'tishadi. Rassrochkasiga keladigan bo'lsak, rassrochkasi hozirgi kunda boshlang'ich 50% bilan 13 oyga bo'la to'lov chiqsa bo'ladi. Qolgan summasini ustiga foiz minmaydi. 13 oyga misol uchun Bartovoy modelimiz 248 million so'm bo'lib chiqyapti deylik. Shu modelimizda 124 millionni shunaqqina to'laysiz, qolgan 124 millionni 13 oyga bo'la to'laysiz. Va bu modellarimizda aytganimda shunday to'lovni amalga oshirib bo'lganingizdan keyin yarim soat ichida qo'lingizga topshiramiz. Birinchi egasi o'zingiz bo'lasiz, 0 probeg bilan shunaqa qatorasiga terib tashlaganmiz. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Hozir yangi salon pachka, birinchi qo'l egasi o'zingiz bo'lasiz. Nomingizga schyot spravka bilan chiqadi. Mashinani shunday oldingizmi, tamom. Bemalol haydab ketaverasiz. Bizlar oylab kutarib misol uchun yo bo'lmasa kunlab kutarib bo'lmaydi. Mashinani to'lovni qildingiz, mashinani istalgani o'zingizga ma'qul bo'lgani shunday tanlab olasiz. Mashinani taxlab chiqarib, chiroyli qilib bonuslar bilan birga qo'shib beramiz. Bu modellarimiz sotuvda tayyor, aytganimdek
Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, hurmatli obunachilar, bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz obuna bo'lmasdan turib ham kuzatishni davom ettirishyapti. Obuna bo'lishlarini so'rab qolaman, sababi bundanda qiziqroq ma'lumotlar, ya'ni ko'proq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lishingizni so'rab qolaman, sababi har kunlik videolarimiz chiqib boradi ana shu profilda. Obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangiliklarni o'tkazib yubormasdan kuzatishingiz mumkin. Hamma modelimiz uchun ehtiyot qismlari, servislari hamda bonuslari ham bor. Bemalol kelib, mashinani ko'rib, haydab ko'rishingiz ham mumkin. Test drive'lari ham bor. Hurmatli obunachilar, Toshkent Motors sifat qiymatdan so'ng like, kommentariya, obunani albatta kutib qolaman. Toshkent Motorsda qoling. Zero biz sizlar uchun harakatdamiz.